Keling, mana bitta misol qilamiz. Qaychi urilgan va urilmagan novdalarni solishtiramiz. Mana bu qarshingizda turgan qaychi urilmagan qanaqa har bir kutagimiz hosilxonadan iborat. Endi shu o'rinda qaychi urilgan joyini misol qila olamiz. Qaychi urilgan joyda o'suvchi bilan kelajak bilan hosilxonamiz mavjud. Mana bunda faqat hosilxona kutak kaltagimiz bor, o'suvchimiz yo'q, kelajak yo'q. Mana bizning yutug'imiz qaychi urganda nima? Bitta bu emas. Mana bunda misol qilamiz mana. Mana qarang. Qanaqa holatda? Endi xom kaltakka o'tamiz. Mana. Mana bu qaychi urilganlarda hammasida misoli bor. O'suvchi bilan birga turibdi. Endi biz olib tashlaydigan xom kaltak qanaqa ish beryapti? Mana. Keling do'stlar, kuchli gullagan limonni o'suvdan to'xtagan holatda qanday bunga tarbiya berish, qanday ko'tarish, o'suvga harakatlantirish. Mendagi shior 3 qismiga. Endi sizda bilmadim, sizda qanaqa ko'rsatkich? Bizda asosan novdalar tanlab olinadi. Endi tag qismini olamiz, orani ochamiz. Oradagi mushat beradiganini olamizda, ana endi hosilxonani taxlaymiz. Qarang, har bir novdamiz o'tayam go'zal hosilxona bilan mukofotlayapti. Endi buni qanday uyg'otamiz? Sizda bilmadim, mendagi usul, tepani hosilxona olamiz. Mana bunisini ham uchini uyg'otib, qitiqlab qo'yamiz. Chikonka qilib chiqamiz. Ana endi qarang. Tepaga kelamiz. Bitta, ikkita, uchta. Xullas mana 15-10 santimetr joyda hosilidan kechamiz. Nega? Bu yoq uyg'onish kerak, harakatlanish kerak. Agar olmasak, bir dona hosilni iling, mana buncha hosilxona ko'p. Bir donani ilsangiz, mana u yigilib keladi. To'g'rimi? Endi olishimizdan maqsad har bir novdani uchidan bir dona, ikki dona mevani olib tashlasak, meva o'rnidan bizga o'suvchi, suruvchi novdaga harakat qiladi. Harakat uyg'onadi. Mana. Olib tashlang. Bundan hech ham qizg'onmang. Mana bu novdani ham olamiz. Yana qaytarib o'taman. Agar buni olmasak, bu qanaqa ko'rsatkichni beradi? Ko'z o'ngingizga keltiring, nima holat kelib chiqadi, ro'y beradi. Mana shu ham bir dona hosil bilan egiladi. Qarang, har bir tanada bor. Endi bizda qilgan ishimiz uyg'otishlik, tepaga zo'r beradi, o'suvchi surx novdalarga zo'r beradi-da, tagidan harakat hosilga ham. Novda ishlashligi tezligi bilan yetiladi. Har tomonlama kelishligimiz bor. Yutug'imiz bor. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, tanish bog'bonlarga, limonchilarimizga jo'natib qo'ying.